Keling bugun Latviyada siz topshirishingiz mumkin bo'lgan top 1000 talikda turuvchi Ertu universiteti haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin menga obuna bo'lishni unutmang, chunki men Latviya va Yevropaning boshqa davlatlaridagi sizga mos tushadigan universitetlarni birin-ketin tanishtiraman. Riga Technical University 1862-yilda tashkil topgan va Latviyadagi eng qadimiy hamda eng yirik texnik universitetlardan biri hisoblanadi. Bu yerda asosan IT, engineering va texnik yo'nalishlar bo'yicha kuchli ta'lim beriladi va Yevropada ham diplomi tan olinadi. Talablarga kelsak, sizdan maktab yoki kollej diplomi, ingliz tili sertifikati odatda IELTS va ba'zi hollarda motivatsion xat talab qilinadi. Bu yerda o'qiydigan o'zbek talabalar bilan gaplashganimizda, universitetda o'qitish tizim biroz boshqacha ekanligini aytishdi, chunki vazifalar anchagina ko'p bo'ladi va har bir dars chuqur o'tiladi. Keyin esa self study juda muhim, ya'ni ko'p narsani o'zingiz o'rganishingiz kerak bo'ladi. Atmosfera haqida gapiradigan bo'lsak, Ertuda juda ko'p xalqaro studentlar bor va muhit ancha boshqacha. Universitet hovlisi kattagina, kutubxonalari va darsxonalari zamonaviy, o'qish uchun anchagina qulayliklar qilib qo'yishgan. Undan tashqari, talabalar uchun universitet yonida yotoqxonasi ham bor. Umuman olganda, agar siz jiddiy o'qishni va kuchli diplom olishni xohlasangiz, Ertu eng yaxshi variant. Ushbu universitetning kuzgi semestr uchun qabullari 15-yilgacha davom etadi. Agarda siz Yevropa, Latviyada o'qimoqchi bo'lsangiz, hoziroq World Wide Consultingga murojaat qiling, to'liqroq va bepul konsultatsiya oling. Chunki shu paytgacha 100 ga yaqin talabalar Latviyaga o'qish uchun World Wide Consulting bilan ishlab, o'z vizalarini qo'lga kiritishgan va hozirda o'z faoliyatini Yevropada davom ettirishmoqda. Kuzgi semestr uchun hoziroq harakatingizni boshlang. World Wide Consulting sizning natijangizni ko'zlaydi.